Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar, tuzimsizlar, charchamang. Instagramda bitta videolarga ko'zim tushdi. Shu gapimni eshityap turganlar. Hozir otlari esimda yo'q, Toshnisini otlarini bilaman, o'zlariga laqab qo'yib olgan. Hozir esa aylanib yotibdi. Oktagonligiga menga bo'y ber, bunaqa jinnilik qilmasa ham bo'y so'rasa beradi. Yana bitta gapini eshitib qoldim, eskilarga dam ber. Qo'pol qilib aytganda o'zing chiqoqsan. Qo'pol qilib aytganda. Eskilarni yo'qotish emas, oldin sen shulardan o'rni olib ko'rib bitta-ikkita Lyubitilda urish. O'zbekistonda Lyubitillarda urishib chiq. Senlarga bugun kimdir gapirmasa, senlar to'xtamaysan. Gapimni yaxshi eshitish, gapimni yaxshi eshitdinglar. Endi men o'zim katta ketib aytmayman, prosta aytyapman, shu MMAda anchadan beri yurganligim uchun aytyapman. Shuncha ko'ryap turgan yoshlar hozir hammada internet bor, hamma ko'radi bu narsalarini. Hamma ko'rib turib, senlardan boshqacha o'rnak oladi. Ertaga men ham shuni qilsam, odamlar taniydi ekan deydi. Odamlar tanilishining 2 xil, 3 xil, 10 xil, 1000 xil yo'li bor. Yaxshi tomondan bor, yomon tomondan bor, boshqa tomondan bor. Sal yaxshi tomondan ko'rsataylik, bolalar. Birinchidan, ikkinchidan hamma bir-biringga vizit tashlayapsan. O'zbekistonliklar bir-biringga vizit tashlayapsan, Gap so'z yo'q. Qozog'istonda ham bor shunaqa. Erkabulan bor. Qaysi birorta qozog'istonlikga vizit tashladimi u? Tojikistonda Kamil Karate bor. Birorta tojikistonlikga vizit tashladimi? Ko'zlaringni och, ko'zlaringni. Hamma bir-biringga go'shingni yapsan. Men u bilan urushaman, men bu bilan urushaman. Sal o'g'il bola bo'laylik, sal o'g'il bola bo'laylik, sal odamda vijdon bo'ladi, or nomus bo'ladi, sal bunday ota-onam ko'rsa, farzandlarim ko'rsa degan narsa bo'ladi. Senlar umuman hech narsa o'ylashmayapsan. O boshqa chet davlatdagilar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, o'zimizni Rossiyada yurgan hammasi tushunadigan, hamma ustularingdan kulyapti, hammani. Senlarga qo'shilib, Lyuboy bitta ko'rsa, bizga ko'rsatadi. Bularga gapiradigan odam yo'qmi deydi. Bolalar, eshitdinglar. Shu shovqib yurganlar. Hozir gapim kimgadir qattiq tegishi mumkin. Lekin agar hozir bu gapimdan keyin kimdir noto'g'ri gapirib chiqsa yo nimadir qiladigan bo'lsa, mayli, negativlar bo'ladi. Bu negativlarni men topolmashim mumkin kommentariyada. O'zini bildirmaydi. Lekin senlar ham meni ham topsam bo'ladi. Bu gapimni yaxshi o'ylab turib keyin javob qaytarishingni olma. Javob ham qaytarishing senlarga shart emas. Senlar shu gapni olib sal bosilish. Showmenlik qilma. Boshlashasan, men qiyinchilikdan chiqqanman, ketmon sopim emas, u qilyapti. Nima deyapsanlar o'zing bilmaysan. Hamma qiyinchilikdan chiqqan. O'g'il bola shunaqa qiyinchilikda bo'ladi, puli ko'plik bo'ladi, har xil vaziyat bo'ladi. Hamma yo'qni baqirchaq qilib, u yoqqa borib, bu yoqqa, bolalar, unaqa qilmasdan ham bo'yga chiqsa bo'ladi. Unaqa hammaga vizit tashlab, g'arligi, senlar g'ar bo'lib qolgansan. Qiz boladan battarsan, borib. Gapim yomon degan bo'lishi mumkin, lekin yaxshi o'ylash, to'g'ri gapiryapman. Gap so'zi Odilxon chiqib boshda urishib yurgan. Lekin bu o'zidan ves kattalar bilan ham urushyapti. Men uni maqtamayapman. Yosh kattalar bilan ham urushyapti. O'ziga o'xshaydiganlar bilan ham urushyapti. Gap so'z yo'q. Lekin ko'pchilik vizit tashlagani uchun urushyapti bu ham. Qo'yib bersa, sportsmen bilan ham urushsa kerak bu. O'zi aytgan, men sportsmen emas, blogerman degan. Sal kallani ishlatinglar, sal ishlatinglar kallani. Ertaga lekin agar bu to'xtamaydigan bo'lsa, Xudo xolasa O'zbekistonga qaytganimda hammani chaqirtiraman. Men oldimga kelishmassan, lekin rahbarlar, katta MMAda rahbarlar chaqirsa kelasan. Kerak bo'lsa o'zim ham chaqirtira olaman senlarni, Lyuboy joyga, Lyuboy payt. Lekin senlarda bunaqa emas, yig'ib, chiroyli tushuntirib beraman senlarga, agar yana tushunishmasang. Bo'lmasa senlarni chiqarmaydigan qilib gizirib qo'yaman aytib. Xudo xolasa chiqargizmaydigan qilib qo'yaman. Shu zalda shug'ullanib yurishaverasan, gapingni ham hech kim olmaydigan qilib qo'yaman. Bolalar, ko'zlaringizni ochinglar, bolalar. Bu narsa o'yin emas. 100 marta aytyapman. Eskilar yig'ishtirsin, bo'rilar, tulkilar, eskilarda oldiga kelib bir kelgan. Bitta shapalog'idan yeb ko'rishgan. Senlarga dars bo'ladi. Tushunishdingmi? Bu MMAchilarga, bolalar, bu MMA o'yin emas. Biz naborot bu yoshlarga kelyapti turgan odamlarga sal o'rnak bo'lishimiz kerak. Bunaqada masxaravoz bo'lib ketyapmiz hammamiz. Internetda ochsa bir-biringga so'kinib yotsa, internetda olsa bir-biringga urushib yotibsan. Qanaqa odamsanlar, O'zbekiston bir-biringga vizit tashlashib yotibsan. Yana chiqsa sen menga vizit tashlaysan, meni hali urvinim, seni urvining qayerda? Urvining, menga bunday tushuntirish. Urvining qayerda? Bitta to'g'ri mush otishni bilmaysan. To'g'ri mush otishni bilishmaysan shu gapirib turganlar. Bolalar, kuch molda ham bor, kuch.
Kuch molda ham bor. Faqat buni biz odammiz. Bizda kalla bor. Sal bunday fikrlashimiz kerak. To'g'ri yo'lda ishlatishimiz kerak. Bolalar, sal ko'zni ochinglar blogerlar, ey. Mana shu Octagon Liga sizlarni urishtirgani bo'y qilib beradi, prosmotr, boshqa narsaga qilib beradi bo'ydi. Lekin sizlar betda emas, sizlar ash pop MMA'ga o'xshagan joyda urishlaringiz kerak. Bu MMA organizatsiyasi. Odamlar rekordini qilib UFC'ga harakat qilayotgan organizatsiya. Yig'ishtiringlar bu narsani. Yig'ishtirish kerak bolalar. Agar men yana aytyapman, kimda kim bu gapimga o'zimizda shu sportsmenlar, boshqalar yaxshi sportsmenlar gapimni tushunib, o'zi to'g'ri gapirganimni bilishadi. Mayli, erta-betda noto'g'ri gapirgan joyim bordir, lekin bu narsani ko'pi to'g'ri. Bu gapim kimgadir tegib ketsa, xuddi shu masxarabozlik qilib yurganlarga oshiqcha gapirmanglar. Oshiqcha gapiradigan bo'lsanglar, boshqacha gaplashamiz. Sizlar faqat bu narsani to'xtatib, to'g'ri yo'lda shug'ullanib, O'zbekiston bayrog'ini ko'taringlar bo'ldi. U uyingizdagilar ham, ota-onalar ham xursand bo'ladi. Ertaga qanday masxarabozlik qilib yutib borasan, uyingdagilar ko'radi. Bitta ko'rgandan keyin o'g'lim masxarabozsan, hamma mahalla ko'yda qo'ni-qo'shnilar ustingdan kuladi, yurishlaringni ko'rib, turishlaringni ko'rib. Yana kommentariyaga kirsam, ham men negativ nima? Sizlarga yaxshi gap gapirish kerak shuncha qilaolaringdan keyin. Bolalar, ko'zlaringizni ochinglar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Nursulton Ro'ziboyev, UFC jangchisi, hamyurtimiz, akamiz, ustozimiz bizga o'z shaxsiy fikrlarini aytib internetga joylashtiribdi. Men Nursulton Ro'ziboyev ustozimizni bir fikriga qarshi fikr bildirmoqchi emasman. Chunki bunga yarasha men orqamda bir natija yo'q. Qachondir bir natija qilganimdan keyin bemalol ommaga gapirsam bo'ladi, ungacha yo'q. Hurmat yuzasidan hurmat qilaman, gaplarini albatta inobatga olib harakat davom ettiramiz. Men yoshlikda havas qilganman. Murod Xonto'rayev rahmatli, Bobur Qurbonov, Nursulton Ro'ziboyev o'zga yurtlarda bayroqni baralla ko'tarib kelganda men ham qachondir shu ishlarni qilarmikanman? Qachondir shu narsalar meni qo'limdan kelarmikan? Menda ham ikkita qo'l bor, harakatim bor, qaytmaslik bor. Shu narsalar men ham qila olarmikanman degan orzular bilan yurganman. Alhamdulillah, Allohim shu joygacha olib keldi. Faqatgina bir narsa qoldi, faqat isbotlash. Inshaalloh, Xudo xolasa, albatta isbotlaymiz. Albatta isbotlaymiz. Yo'qchilik haqida gap ketibdi. Yigit kishining har bittasi yo'qchilik bo'ladi, qiyinchiliklar bo'ladi. Meni bitta aybim bor, hammaga bu narsa yoqmaydi. Bu ayb emas menimcha. Hamma narsani oshkor aytib qo'yaman. Hamma narsani boricha ko'rsataman. Nimagadir shu narsa ko'pchilikka yoqmayapti. Juda ko'pchilikka yoqmayapti. Lekin bu davom etadi. Men borimcha yashayman. Yolg'on gapirish yoqtirmayman. Bor narsani ko'rsatish xohlayman. Men ortiqcha narsa qilganim bilan, bandalarni ishontirganim bilan Alloh ko'rib turibdi. Allohga ishontira olmasam qiyin. Octagon Ligadan jang so'raganimda, men hech qaysi bir yurtdoshimga vizit tashlamaganman. Bu davom etadi. Men yurtdoshim bilan bitta bayroq, bitta madhiya ostida jang qilish xohlamayman. Men o'zga yurtlarda bayroqni baralla ko'tarib, xursandchilik bilan yurtimizga qaytishni xohlayman. Inshaalloh Alloh shu joyga javob kelib, buyog'ini ham yo'limni ochib bersa, Xudo xolasa juda chiroyli ishlar bo'ladi. Endi orqaga yo'l yo'q, yaxshi davom etamiz. Nursulton Ro'ziboyev akamiz ustozimiz aytgandek, chiroyli yo'nalish bo'ylab. Sizlar qo'llab turinglar, Xudo xolasa meni qo'limdan keladi. Bo'ri, shahol, shunaqa bo'lib ketdi endi to'g'ri narsalar. Avvalambor qo'lim ko'ksimda hozir. Lekin menda qaytish degan narsa yo'q. Xudo xolasa qo'llab turinglar, yaqinlarim, sizlarni yaxshi ko'raman.